Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan men Redder 2. Bugungi videomizda mashina o'yinlaridan ko'rib chiqamiz. Men o'ynaydiganda ham hozir ko'rsatib o'taman. Play Marketga kiramiz. Yana bir gap. Bu telefon Samsung telefoni. Play Market mana shunday qilib yangilangan. Avval bunaqa ranglar qo'shilmagan. Poygalarning ustiga bosamiz. Birinchimiz, ikkinchimiz, uchinchi o'rinda turgan Extreme Car Driving Simulator. Buni hozir yuklaganman, videom chiqarganman, ikkita mushta. Juda qiziqarli. Undan keyin Payback. Bu o'yinda sizlar har xil missiyalarni bajarasizlar. Xohlagan mashinalarga minsalaring bo'ladi. Pulemyotlar, minigun, bomba, ana shunaqalar otib missiyalar bajarasizlar. Yovuzlar yo'q qilasizlar. Tank ham bor. Mana bunda Kamazon bor, pultli mashina. Lekin bu o'yin juda qiyin. O'ynashni bilish kerak. Undan keyin Race Max Pro. Bu o'yinda ulanib o'ynasanglar ham bo'ladi. Xuddi Radmir, GTA, Car Parkingga o'xshaydi. Undan keyin yana bir Car Parking Simulator. O'sha ham zo'r. Hozir mana bu Extreme Car Driving Car Parkingcha bo'lmasa ham, shuni o'rnini sal bo'lsa ham bosa oladi. Yana mana bu. Bu o'yin nimaligini bilmadim. Yuklab ko'rmaganman. Yana shunaqa gaplar. Bu o'yinni men bilaman, bu yaxshi emas. Yutish qiyin bu o'yinda. Yo, rasmidan zo'r ko'rinishi mumkin, lekin bo'lmaydigan yomon o'yin. Hozir shuni sharhini ko'ramiz. Balki birovlar yaxshi degandir. Qani, Sohiy degan odam zo'r. Sanjar Safarboyev zo'r. Bir yulduz qo'yilgan. Bir xillarga yoqadi, bir xillarga yoqmaydi. Masalan, menga yoqmaydi. Mana yana shunga o'xshash o'yinlar. Hozir qidiruvga kiramiz.